Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Demak, 21-test tahlilini ko'rishni boshlaymiz. Python tilida yozilgan dastur bajarilish natijasida ekranda avval 2, so'ngra 120 chop etilsa, x ning eng katta va eng kichik qiymatlari yig'indisini aniqlang. Bizda x ning qiymati qandayligi noma'lum va o'sha x kiritilgan vaqtda dasturimiz 2, keyin esa 120 ni chiqarar ekan. Bundan xulosa qiladigan bo'lsak, a ning qiymati 2, b ning qiymati esa 120 sonlari chiqishligi kerak. Xo'p, dasturga e'tibor qilamiz. X sonimiz, demak, 0 dan katta bo'lganda while ning takrorlanish tanasi bajarilgan vaqtda a ning qiymati bittaga oshirilar ekan. Bu degani, dasturimiz 2 chiqarishligi uchun while'imiz 2 marta rost qiymat qabul qilishi kerak. Shunda, demak, bu yerda 2 marta ishlagan vaqti a ning qiymati 2 bo'ladi. A ning qiymati 2 marta 2 ga oshirilib bo'lgandan keyin x ning qiymati yo 0 ga yoki bo'lmasa x kichik 0 dan qiymat bo'lishligiga majbur. Shu holatlardan biri bo'lsagina while ning takrorlanish tanasidan chiqib keta oladi. Endi b ga e'tibor qiling. b ning qiymati teng bo'lsin deyapti. b ning oldingi qiymatiga x sonini 100 ga bo'lgandagi qoldiqni 100 ga bo'lgandagi qoldiq. Misol bizda 715 soni kiritilsa, 715 ni 100 ga bo'lgandagi qoldig'imiz uning oxirgi 2 raqami bo'ladi. Ya'ni 15. Oxirgi 2 raqami. Birinchi marta takrorlangan vaqtimizda, misol bizda A, B, C, D, E, F ko'rinishdagi son berilgan bo'lsa, aytaylik 6 xonali son kiritildi deb faraz qilaylik x ga va birinchi takrorlanishimiz amalga oshirilgan vaqtda x qiymati 0 dan katta while bajariladi va a ning qiymati 1 bo'ladi birinchi takrorlanishda. B ning qiymati EF ko'rinishda, ya'ni oxirdagi ikkita raqamni oladi. X ning qiymati esa 100 ga bo'lgandagi butun qism. 100 ga bo'lgandagi butun qism deganda sonimizni oldida turgan, demak, ikki xonadan tashqari barcha raqamlari olinadi. X ning qiymati bizda A, B, C, D ko'rinishiga kelib qoladi. Bu yerda A, B, C, D ixtiyoriy raqamlar bo'lishligi mumkin. Birinchi takrorlanishimiz bajarildi. Endi ikkinchi marta takrorlanishga, ya'ni 3 ta buyrug'imiz bajargan vaqtimiz qayta while ning shart qismiga o'tadi. X ning qiymati 0 dan kattaligi rost, A ning qiymati 2 bo'ladi. B ning qiymati, endi mana shu yerda e'tibor qiling, B ning oldingi qiymati bilan X ni 100 ga bo'lgandagi qoldig'imiz. X imizni 100 ga bo'lganimizdagi qoldig'imiz bizda endi CD bo'ladi. EF soniga qo'shishim kerak CD sonini. Shundan so'ng X ning butun 100 ga bo'lgandagi butun qismimiz AB bo'ladi. AB sonimiz bu bilamizki 0 dan katta. Xo'sh, endi agar AB ning qiymati, demak, X ning qiymati AB ga teng bo'lgan vaqtda X ning qiymati AB ga teng bo'lsa, u 0 dan katta va yana bir marta takrorlanish bajariladi. Bizda avval 2 chiqishligi kerak edi. A ning qiymati 2 chiqdi mana bu yerda. Bu qachon chiqar ekan? Qachonki bu 4 xonali son bo'lsa. Birinchi topgan narsam, demak, u 4 xonali son bo'lsa chiqar ekan. Va B ning qiymati orqadan boshlab ikkita qiymatlarni qo'shib hisoblab berar ekan bizda mana. C, D, E, F ko'rinishda son berilsa, B ning dastlab birinchi takrorlanishda EF bo'ladi. Keyingi takrorlangan vaqtda EF bilan CD qo'shiladi. Buning qiymati 120 bo'lishi kerak. Shunday sonni tanlashim kerakki,
Bu sonimiz e, ikkita qilib qo'shgan vaqtimizda 120 bo'lsin. Eng kattasiga bo'lishligi uchun bizada ikki xonali sonlarimiz ichida eng kattasini tanlashimiz kerak. Deylik 99. YF 99 bo'lsa, CD sonimiz nechi bo'ladi? 21 bo'lsa, 120 soni hosil bo'ladi. Endi eng kichigi hosil bo'lishi uchunchi demak 21 plus 99. Ya'ni x sonimizga 9921 ni kiritgan vaqtimiz 120 va 2 son chiqar ekan, x sonimizga 2199 ni kiritgan vaqtimizda 120 natija chiqarib berar ekan. Eng katta va eng kichik yig'indini topadigan bo'lsak, bizada necha hosil bo'ladi endi bu? Bir xo'sh, 11 bo'lsa 2 1. Bejavob. Savol berishingiz mumkin ustoz, qo'l ko'targan ustozlar. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Ustoz, bunda javoblardan ketsa bo'lmaydimi? Javoblarda yig'indisini so'raganda siz borolmaysiz unga. Faqat ana logikasini, nima maqsadda ishlatayotganini mana buni tushunib olsak, bemalol sonni tanlashimiz mumkin. Javoblardan ham narsani tushunsak. Yo'q, bu javoblardan foydalana olmaymiz. Faqat o'sha dasturimizni nima natija qilyapti? Mana bu yerda 2 marta ishlayapti. A ning qiymati 2 marta ishlayapti va B ning qiymati qanday hosil bo'ldi? Sonimizni, kiritgan sonimizni oxirdan ikkita raqamni birinchi qo'shdi. Keyingi ikkita raqamni qo'shgan vaqtda B ning qiymatini hosil qilib olyapti. Bizda raqamlar yig'indisi degan narsada o'nga bo'lardi-ku shu narsani. Xuddi o'shani ikki xona qilib qo'shganda 120 soni hosil bo'lyapti-da endi bu yerda. Dasturni nima qilayotganini bilib olsak bo'ldi. Rahmat ustoz. Xo'p. Nazirova ustoz. Assalomu alaykum ustoz. Ana birinchi qiymatida x ni qoldiqli bo'lish yuziga joyi bor-ku. Shu 10 bo'lsa necha xonali bo'ladi? Xo'p, bu yerda 10 bo'lsami? Ha, 100 emas 10 bo'lsa. Ikkalasi hammi? Ha. Endi ikkalasi ham bo'lgan vaqtda 120 son chiqmasligi aniq, chunki a ning qiymati 2 marta takrorlanganda sonimizni oxirgi ikkita sonini qo'shadi degani bo'lib qoladi. F bilan y ni, ya'ni birorta bir son kiritilsa, aytaylik 1234 soni kiritilsa, xuddi mana shu x sonini o'nga bo'lgandagi qoldiqni qo'shib va x ni o'nga bo'lgandagi butun qismni x ga o'zlashtirib bergan bo'lsa, u holatda demak a ning qiymati 2, b ning qiymati esa 7 chiqadi. 7 chiqishiga sabab birinchi takrorlanishda 4 ni oladi, ikkinchi takrorlanishda yana oxirdagi bitta raqam 3 ni oladi. Shunda 7 bo'lib qoladi. Elektron jadvalning D6 katta yacheykasiga deb yozilgan formulani Y7
katakchasiga ko'chirsak qanday formula hosil bo'ladi? Bizada D6 dan Y7 katakchasiga nusxa ko'chirishimiz kerak. Harflarimiz demak A, B, C, D, Y bo'ladigan bo'lsa, D harfimiz o'zidan keyingi harfga o'zgardi. Sonimiz ham 6 edi, 7 ga o'zgardi. Bundan xulosa qiladigan bo'lsak, har bitta harfimiz, mana formulada berilgan harflarimiz o'zidan keyingi harfga o'zgarar ekan. Dollar belgisi bo'lmasa oldida. Sonlarimizga esa plus bitta qo'shilar ekan. B13 birdaniga nusxasini ham yozib ketaveramiz. Dollar belgisi sonda ham, harfda ham yo'qligi uchun B dan keyin keladigan harfimiz C ga o'zgaradi. 13imiz esa 14 ga o'zgaradi. Ko'paytirilgan demak B dollar 12. Xo'sh, endi B imiz o'zgaradi, C ga o'zgaradi. Dollar 12 imiz o'zgarmaydi. Ayiramiz dollar B 13 ekan. Dollar B imiz demak o'zgarmaydi endi. Dollar B imiz o'zgarmaydi. 13 imiz 14 ga o'zgaradi. Ko'paytirilgan B12. Ko'paytirilgan C13 ko'rinishiga keladi. Xo'p, javoblar orasidan C13 C variantmi shunda? Assalomu alaykum ustoz. C varianti. Assalomu alaykum. Fayl uzatish tezligi 16 ko'paytirilgan 2 darajasi 19 bit soniya bo'lgan aloqa kanali orqali, demak, uzatishdan oldin 50% ga siqiladi. Dastlabki axborot hajmi 10 megabayt bo'lgan grafik faylni siqish uchun kerak bo'ladigan vaqt 5 soniya ekanligini bilgan holda, uni uzatish jarayoni uchun jami necha soniya vaqt talab etiladi? Demak, bizda siqish uchun 5 soniya ketibdi. Siqish uchun 5 soniya. 50% siqildi. Dastlabki hajmi 10 megabayt edi. 10 megabaytdan ayirib tashlasak uning 50%ni, bizda qoladigan qismi 5 megabayt bo'ladi. 50% yarim. Demak, 5 megabayt siqilgan faylimiz uzatish tezligi 16 ko'paytirilgan 2 darajasi 19 bit soniyada bo'lgan tarmoq aloqa kanali orqali uzatildi. Unda 5 megabaytni bu hajm vaqtini topishligimiz uchun tezlikka bo'lishimiz kerak. 16 ko'paytirilgan 2 darajasi 19 bit taqsim sekund. 5 megabaytimizni bitga o'tkazib oladigan bo'lsak, bularni qisqartirishligimiz mumkin. 5 ko'paytirilgan 2 darajasi 10, demak kilobayt bo'ldi. Yana bir marta 2 darajasi 10 baytga o'tdi. 2 darajasi 3 ga ko'paytirsam, ya'ni 8 ga ko'paytirsam bitga o'tadi. Demak, bu yerda bit. 16 imiz 2 darajasi 4. Bunisi 2 darajasi 19 bit taqsim sekund. Bularni nisbat olgan vaqtimizda, demak, 2 ning 23-chisi, mahrajda ham 2 ning 23-chisi o'zaro qisqarib ketadi va 5 sekund degan javob chiqar ekan. 5 sekund. Faylni siqish uchun bizda 5 soniya bor edi. Bu 5 soniya uzatish uchun ketadigan vaqt bo'ladigan bo'lsa, jami vaqtimiz bizda 10 soniyani tashkil etadi. Uchinchi savol ketdi. 4-savol.
bor dasturida lorem 10,2 yozilib, enter bosilsa qanday matn hosil bo'ladi? Agar bizda loremni o'zi yozilib, lorem 10 deb yoziladigan bo'lsa, bu 10 ta abzatsdan iborat qanaqadir matnlar chiqarib beradi. Agar lorem 2 deb yoziladigan bo'lsa, demak 10 ta abzatsdan iborat, ikkita so'zdan yo'q, ikkita gapdan iborat. Demak, A javob to'g'ri bo'ladi. Bu yerda istalgancha son qo'yishingiz mumkin. Abzats uzunroq kerak bo'ladigan bo'lsa, uni 8 qo'yib qo'yasizmi, xohlagan sonini qo'yishingiz mumkin. Demak, birinchisi abzatsni, ikkinchisi esa shu abzatsdagi gaplar sonini bildiradi. Hop. Shahlo ismli profil ruxsat berdik. Ustoz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Boyagi misolni so'ramoqchi edim. Nimaga 10 dedingiz? 5 ga 5 ni nimaga qo'shdik? O'shani so'ramoqchi edim-da, keyin tushuntirib bo'lishingizni kutib turdim. 5 soniya siqish uchun ketgan vaqt ham bor-da bizada. Hmm, 10 megabayt bo'lgan grafik faylni siqish uchun kerak bo'ladigan vaqt 5 soniya. 5 soniyada siqdi, siqilgan faylni 5 sekundga uzatdi. Demak, bizadan dastlabki o'sha faylimizni uzatish uchun jami 10 soniya vaqt kerak bo'ldi. Mayli, tushunarli ustoz. Shuni tushunmay qoldim. Ustoz, shunda vaqt bir xil bo'lib qoldi-yu, doim bir xil bo'lmaydi. Ya bir xil emas doim. Masalada to'g'ri kelib qolgan shunaqa. Xo'p, navbatdagi savolimiz Python tilida yozilgan dastur natijasini aniqlang. A. Ro'yxatimiz berilgan ekan, 4, 3, 0, 7, 1 va hokazo. S ning qiymati 0 ga teng. For j in range, demak 0 dan toki 8 gacha j ning qiymati o'zgarsin. J ning qiymati 0, 1, 2 va hokazo. Nima deysiz? Boyagi 4-misolni ishladikmi? Ha? Men savol berib, ana yarmida bo'linib qolmayapman. Ya, tamam, u 10 ta abzats 2 ta gapdan iborat bo'ldi. J ning qiymati 0 dan toki 7 gacha o'zgarar ekan. Har bir takrorlanishda mos ravishda J ning qiymati dastavval demak 0 ni, keyin 1 ni, keyin 2 ni va hokazo oladi. Xo'p, agar birinchi J ning 0 bo'lgan qiymati uchun hisoblaylik. J ning 0 bo'lgan qiymati uchun agar debdi, A ning 0-indeksli elementi kichik yoki teng 4 dan bo'lsa, xo'p, 0-indeksda bizada nima turibdi? 4 raqami turibdi. 4 kichik yoki teng 4 dan bo'lsa. Nima bu? Shartimiz rostmi? Rost qiymat qabul qiladi. Rost qiymat qabul qilgan vaqtda S ning qiymatiga J ning qiymati qo'shilsa debdi. S ning qiymatiga S ning oldingi qiymati 0 edi, 0 qo'shilgan J ning qiymati ham 0. Yana 0 ligicha qolar ekan. Xo'p, aks holda endi bajarilmaydi 0 holatimizda. Keyingi takrorlanishimizda J ning qiymati, mana for ning takrorlanish tanasi shu bo'ladigan bo'lsa, aks holda bajarilmadi va yuqoriga qaytib ko'tariladi. Yuqoriga ko'tarilgan vaqtda J ning qiymati endi 1 bo'ladi. Xo'p, agar debdi, A ning birinchi indeksli elementi endi bizada 3 turibdi. Kichik yoki teng 4 dan bo'lsa, S ning qiymatiga qo'sh J ning qiymatini, ya'ni S ning qiymati bizada 0 edi. J ning qiymati 1 bo'lib keldi. S ning yangi qiymati 1 bo'lar ekan. Endi J ning qiymati 2 bo'ladigan holat uchun qaraymiz.
agar A'ning ikkinchi indeksli elementi bizada nechi turibdi? 0 turibdi. Kichik yoki teng 4 dan bo'lsa, bu yana rost qiymat qabul qiladi. Bu yerda rost, bu ham rost edi. S ning qiymati teng bo'ladi S qo'shilgan J, ya'ni S ning oldingi qiymati 1 edi, J ning qiymati esa 2. Sening yangi qiymati o'zida 3 hosil bo'ldi. Xo'p. Yuqoriga ko'tarilgan vaqtimiz J ning qiymati yana oshiriladi. J teng 3. 3 bo'lgan holatimizda agar A3 ya'ni 3-indeksli element kichik yoki teng 4 dan bo'lsa, 3-indeksli elementimiz endi bizada 7 turibdi. 7. 7miz kichik yoki teng 4 dan deyapti. Bu yolg'on. Yolg'on bo'lsa, J ning qiymati teng bo'lsin deyapti. J ning qiymati teng J qo'shilgan C. Bu yerda J ning oldingi qiymati 3 edi. C ning qiymati ham 3. Tenglik 6 bo'ldi. Shu yerda chalg'itish holati bo'lgan bo'lishi mumkin. Range bilan berilgan vaqtda J ning qiymatini o'zgartirganimiz bilan J ning qiymati yana o'z holicha qolaveradi. Hozir bu yerda dasturimizda agarda shu yerda print J qilib qo'yadigan bo'lsam, mana shu yerda print J ning qiymatini chiqar deydigan bo'lsam, bu 6 chiqaradi, to'g'ri. Lekin takrorlanish tanasini bajarib bo'lib qaytib yuqoriga ko'tarilgan vaqtda boshida yozib ketayotgan sig'og'i bilan hisoblab ketaveradi yana. J ning qiymatini 4 qilib qo'yadi. Chunki 3 bilan qiymatni berib yuborganda aylanib keldi, u 6 qiymatga o'zgarib qoldi o'zi. Farq qaraydi, qiymati o'zgargan, qaytib yana o'zini keyingi qiymatini berib ketaveradi. 4 qilib. Agar A ning 4-indeksli elementi kichik yoki teng 4 dan bo'lsa, 4-indeksli elementimiz endi bizada 1 turibdi. 1 kichik 4 dan. Bu to'g'ri. To'g'ri bo'lsa, nima qilinardi? S ga qo'shilardi. S ning qiymati bizada 3 edi. J ning qiymati 4. Qo'shganimizda 7 bo'lyapti. Xo'p, bu yerda xulosa chiqaradigan joyimiz allaqachon yetib kelganda, qachon C ning qiymati o'zgaryapti? Qachonki massivimizning elementi, qaysidir elementi 4 dan kichik yoki teng bo'ladigan bo'lsa, shu element joylashgan indeksni qo'sh mana. J bu yerda indeks sifatida, J bu yerda qiymat sifatida kelgan. O'sha nechinchi indeksda turgan bo'lsa, indekslarning yig'indisini top degan masala berilgan bu yerda. Xo'sh, 4 dan kichik yoki teng bo'ladigan indekslarimiz 0, 1, 2 hamda 4. Bularda tekshirgan vaqtimiz hammasida C ning qiymatida o'zgarish bo'lmaydi. Mana bu holat bajariladi. Natijada bizda 1, 2, 4 ning yig'indisi C ning qiymati 7 degan javob bo'ladi. To'g'ri javob B varianti. Ustoz, mana bu A ni qiymatlari, indeksdagi qiymatlari masalan 5, 9, 6lar qolib ketdi-ku, 4 dan katta bo'lgani uchun shart bajarilmaydi, to'g'rimi? Ha, shart bajarilmaydi. J ning qiymati o'zgarish bo'ladi. C ga ta'sir yo'qligi uchun bajarmadim. Yozib ham o'tirmadim. S 7 keyingida saqlanadi. J ni qiymatiga qo'shilib ketadi, to'g'rimi? Shunday. Bu hozir bizda mana yolg'on bo'ladi. Yolg'on bo'lgandan keyin J ning qiymati o'zgaradi. Bu J ning qiymati ham bir martalik o'zgarish. Shu yerda o'zgaradi, faqatgina C ni qo'shadi. Demak, J ning qiymati hozir bizda 5 qo'shilgan 7, ya'ni 12 bo'lib qoladi.
qaytib keyingi takrorlanishga o'tgan vaqtda J-imizni qiymati yana qaytib 6 bo'ladi. Chunki 5 bilan kirganda keyingi safar 6 bilan kiradi. Yana agar A6 bu hammasini yozib o'tiraman desangiz vaqtni ancha yutqazamizda. Shuning uchun xulosani tezroq chiqarib, tezroq natijaga yetishimiz kerak. 6 qo'shilgan 7 o'yin 3 bo'ladi. Qaytib yana J teng 7 bo'ladi. O'zgarish bo'lmaydi C'ga. Ko'proq ishlasak tez ishlaydigan bo'lamiz ekanda ustoz, shunaqa misollardan mashq qilsak. Shunday. Rahmat. Ko'proq praktika qilishimiz kerak. Xo'sh. 6-savol. Rang chuqurligi 1 bit bo'lgan. Demak, rang chuqurligi 1 bit dedimi? Undagi ranglar soni nechta bo'ladi? Ranglar soni 8 tami ustoz? yo'q. 2 bo'ladi. Eng birinchisi, ya'ni 2 ta bo'ladi. 2 ta. Bo'yi va eni piksellar soni bir xil bo'lgan. Aytaylik, bo'yi x bo'lsin. Eni ham x pikseldan iborat bo'lsin. Va shu tasvirimizda hajmi 200 bayt ekan. Buyoqda hajm deb yozib qo'yamiz. Endi bu tasvirning enidagi piksellar soni 4 marta kamaytirildi. Xo'p, eni yangi tasvirimiz haqida yozyapman. X taqsim 4. 4 marta kamaytirilgani uchun. Bo'yi haqida hech narsa aytilmagan, uni x ligicha qoldiraman. Ranglar soni avvalgi palitradagi ranglar sonida 15 taga ko'p bo'lgan palitrada. Men bu yerda ranglar sonini bekorga topmadim, hozir bu masala tanish bo'lgani uchun birdaniga shartini o'qimasdan bajarib ketdim. Ranglar soni, demak, oldingi palitramizda 2 ta edi. Endi undan 15 taga ko'p bo'lsa, yangi ranglar soni 17 tani tashkil etadi. 17 ta. Va 17 ta rangni kodlashim uchun menda 5 bit kerak bo'ladi. Buning formulasi nima edi? N kichik yoki teng 2 ning inchisi formulasiga qo'yishim kerak. 17 soni 32 bo'ladimi? 17 2 ning 5-dan kichik, 2 ning 4-dan katta. Bizda 5 bit axborot saqlaydi, har bitta pikselimiz bo'ldi. Xo'p, va hajmini topishimiz kerak. Qisqa shartini tuzib oldim, men o'zim uchun kerak bo'ladigan. Endi birinchi tasvirimizda hajmini topadigan bo'lsam, bo'yini, enini va rang chuqurligini ko'paytirsam, teng ekan 200 baytga. Yangi tasvirimizda ko'paytiramiz. Bo'yi x edi, eni x taqsim 4 edi va rang chuqurligi 5 bit edi. Buni hajmini topishligimiz kerak. Xo'sh, x kvadratni 200 bayt desam bo'ladimi? Birinchi tengligimdan. Mana bu yerdagi x kvadratlarni o'rniga, x bilan x ko'paytmasini o'rniga 200 ni qo'ysam bo'ladi. Shunda bizada 200 taqsim 4 ko'paytirilgan 5 degan natija hosil bo'ladi. 200 ni 4 ga bo'lib 5 ga ko'paytirsam, demak 250 bayt degan javob bo'lar ekan. To'g'ri javob D variantda. Ustozlar, agar savollari bo'lsa, Ustoz, men shu yerda rang 15 taga ko'p deganga birni qo'shib ketibman, 1 bitni. Savolni o'zi eng nozik joyi shu yer edi. Savol oddiydek ko'rinadi, chalg'ituv joylari bo'lishi mumkin. Attestatsiyaga ham ustozlar soatlari chiqdi.
ehtiyot bo'lib, iloji boricha e'tibor berib bajaramiz. Ustoz, assalomu alaykum. Mana Assalomu bu alaykum. yil alaykum assalom. Asosida yangilik bo'lishi kerak. Guruhlarga ajratib qo'yibdi. O'zi ozgina lirik chekinishga savol berib Shunaqa yangilik bormi? Oldin Oldin guruh ham bo'lmasa shunaqa guruhlari bo'lardi. haligi hamma vaqtiga kirmasdan kechga surib borardi-yu, haligi hamma attestatsiyani kirishi. Shunga guruh qilib shu majburlab qo'ydimi demoqchi edim. Ehtiyoj shu haqda xabaringiz yo'qmi deb. Yo'q, oldingi assotsiatsiyalarda ham bizada guruhlar degan tushuncha bor edi. Guruhlar u hech qanday namusni bo'shagan joyga kirib ketaverasiz baribir. Birinchi guruh kiradi, qolganidan keyin bo'shaganiga undan alishib ketaveradi demoqchisizda. Lekin o'zi informativlar bu yil xayolimda kamday topshirganmiz. Navoiyda misol ikkita guruh ertalab soat 12da tugaydi, 12da oxirgilar kiradi. Qolgan joylarni ochib ko'rganim yo'q. Ikkitaga tugarkan. Xo'p, masala bo'yicha savol yo'qmi? Keyingisiga o'tamizmi? Ustoz, men shu yozilgan formulangizni uncha tushunmadim-da. Nimaga shu formuladan aniq qildingiz? Shunaqa nima edi? Rang chuqurligini topish formulasi bormidi? Shunaqa. Mana 17 xil rangni kodlash uchun bizga necha bit kerakligini aniqlash uchun, demak, shu formulaga qo'yishimiz kerak. Shu formulani qanoatlantiradigan i'ni topishimiz kerak-da. Turli xil ranglarimiz soni demak bizda 17 ta, 17 ta rangni qanoatlantiradigan demak i'ni topishligimiz kerak. Xo'p, tushunarli. Yettinchi savol. Qidiruv tizimida tatbiq etilgan so'rovlar kodlari har bir sonlarni qo'yish tartibida. Bizda so'rovlar berilgan va so'rovlar murakkab, ya'ni or ko'rinishda bog'lanishlar bilan berilgan ekan. Bu so'rovlar natijasida bo'ladigan end bilan bog'lansa eng kichigi bo'ladi. Chunki to'plam sifatida qaraydigan bo'lsak, birinchi to'plamimiz va ikkinchi to'plamimiz kesishmasi eng kichigi bo'ladi. Xo'p, 3 ta to'plam bo'lgandan keyin 3 ta to'plamni ham end bilan qanoatlantiradigan qiymatimiz eng kichigi bo'ladi mana bu. Minimum. Xo'p, uchalasi or bilan bog'langan, ya'ni yoki bilan bog'lansa birlashma bo'ladi va uchalasining birlashmasi eng katta qiymatni beradi bizga. Bu maksimum. O'sish tartibida joylashtiring deyapti. Demak, birinchi A bilan boshlanar ekan, B bilan yakunlanar ekan. Javoblar ichida A bilan boshlanib, B bilan yakunlanadigan ikkita javobimiz bor ekan. Qolgan javoblar o'zi noto'g'ri. Xo'p, bu ikkalasidan qaysi biri ko'proq qiymat beradi? Ko'proq natija beradi. Sayimiz or end D'imiz ko'proq natija beradi bizda. Xo'p, buni qanaqa qilib yozaylik endi? A, C, D. 3 ta to'plam oladigan bo'lsam, 1, 2, 3. Bu novel, bu stroy, bu nariy bo'ladigan bo'lsa, ularni yoki bilan birlashtirsam,
n va c bilan bog'lanadiganlar mana bu ikkalasi ekan. N va c ning birlashmasi bilan deyapti. Uchinchi to'plamimizni kesishmasi. Uchinchi to'plamimiz bilan kesishma qilgan vaqtimizda qaysi joy 2 marta bo'yalgan bo'lsa, o'sha javob bizada bo'ladi. Ya'ni mana bu qism. To'q qizil rangda yozilgan joyi, demak bu javob bo'ladi bizada. Endi D javobini tahlil qiladigan bo'lsak, D javob A va B ning mana bu novel va stroyin degan to'plamlarimizni kesishmasi bilan kesishmamiz bizda mana bu qism. Ikkalasini kesishmasi. Shu bilan uchinchi to'plamimizni birlashma qiladigan bo'lsak, demak mana bu qismlar ham belgilanadi bizda. C javobda berilayotgan javobdan anchagina ko'p yechimi bor buni. To'g'ri javob demak A, C, D ko'rinishda bo'ladi. Ustoz, 8. bo'lsa faqat ikkalasi birlashmasining 2 marta bo'yalgan joyi dedingiz, to'g'rimi? Mana bu joyda D nikini aytyapsizmi? Oxirgisini aytyapman. D javobni. D variantni. Mana N, S, N, A mana. Xo'p, birinchi N bilan S ni kesishmasi. Shu bilan deyapti, N, A bilan boshlanadigan to'plamimizni birlashma qilishimiz kerak. Mana ana bu to'plam ikkalasi bir bo'ladi-da bular. Bu yerda faqatgina mana bu qolgan. Bu C variantiki, bu esa D niki. D ni qiymati anchagina ko'p unda. Tushunarli ustoz. Sakkizinchi savol ko'pchilikni chalg'itib, ko'pchilikni xato qilishga majbur qilgan savol. Soatiga ozgina e'tibor bermadik shekilli. Kirishda A teng 10, B teng 30 kiritildi. Blok sxemada shart bloki, mana bu yerda e'tibor qiling, shart bloki necha marta bajariladi? Necha marta takrorlanadi deb so'ramayapti bu yerda. Necha shart bloki necha marta bajariladi? Demak, A ning qiymati 10, B ning qiymati 30. 30 mi deysiz? Ha. 30 kiritildi. Mikrofonni shunda h ning qiymati 1 va mana bu yerda berilayotgan shart blokimiz bir marta bajariladi. 10 kichik yoki teng 30. Bu shartimiz h tomonga o'tadi. Demak, bir marta bajarildi. Mana bu yerda bir marta bajarildi o'sha 10 bilan 30 ni taqqosladi va bir marta shart blokimiz bajarildi. Va bajarilgan vaqtda a ning qiymatini chiqar va h ni qo'yish a ga. Ya'ni a ning qiymati necha bo'ladi shunda? A ning qiymati 1 bo'lib, ketib yana shart blokiga keladi. To'g'rimi? Endi 11 kichik yoki teng 30. Bu yana h tomonga o'tadi. H tomonda a ning qiymati chiqariladi va yana a ning qiymati bittaga oshirilib,
A ning qiymati 12 bo'ladi. Va hokazo. Demak, bu ikkinchi marta ishlashda. Uchinchi marta ishlashda 12 bilan taqqoslanadi. Yana ha tomonga tushadi. A ning qiymati 13 bo'ladi. Bu jarayon nechigacha davom etadi? 30 gacha. 30 gacha. 30 kichigiga teng 30 bo'lganda yana ha tomonga o'tadi. Haga o'tgan vaqtda A ning qiymatini ekranga chiqaradi va A ning qiymati 31 bo'ladi. Xo'p, bu yergacha nechta marta o'sha blokimiz ishladi? Qaranglar, birinchisida demak 10 edi, ikkinchisida 11 edi, uchinchisida 12 edi. Bular orasidagi farq necha? 9 ga tengmi? Takrorlanishlar soniga 9 ni qo'ysam, kerak ani qiymati kelib chiqyapti. Endi mosligini topish uchun, qonuniyat topish uchun 30 bo'lgan vaqtda buni qiymati demak 21-marta takrorlangan bo'ladi. 21 marta ishladi shu blokimiz. 30 tekshirgan vaqtda. A ning qiymati 31 bo'ldi. 31 bo'lgandan keyin qaytib yana yuqoriga kelgan vaqtda bu blokka kirishga majburda. 31 kichigiga teng 30. Demak, bu yerda nimaga o'tadi endi? Yo'q degan tomonga o'tadi. Bu jarayonda bizda 22-marta blokimiz ishladi. 21 marta ha javobni qaytardi, 22-sida yo'q javobni qaytardi. Natija bizda 22 bo'ladi. C javob to'g'ri. Kimda savol bor shu bo'yicha? Ustoz, necha marta takrorlanganini qanaqa qilib hisobladik? Qonuniyat o'zimdan o'ylab topdim faqat. Mana 1 bo'lganda 10, 2 bo'lganda 11, 3 bo'lganda 12 va hokazo xohlang sanab chiqing. Ha, mayli. Mana bu sanog'i A ning qiymatidan 9 ta kam deb oldim-da men. A ning qiymati 10 edi, 10 bo'lsa demak 1 bo'lishi uchun sanog'imiz 9 ta kam ekan. Shu qonuniyat ikkinchisiga ham to'g'ri keladi. Uchinchisiga ham to'g'ri keldi. Demak, 30 ga ham to'g'ri keladi. Bundan 9 ayirib qo'ysam, 21-marta ishlaganda 30 qiymatni qabul qilar ekan va 22-sida 31 bilan tekshiradi dedim. Tushunarli ustoz. Faqat chalg'ituvchi joylari bo'lishi mumkin, ehtiyot bo'lasizlar. Hop, Oxirgi aylanish chalg'itdi-da. Shu 30 dan 20 ni 30 dan 10 ayirdik. 20 chiqdi. 10 ni hisobiga 20 bitta bo'ldi. 20 bitta aylandi deb bizda. ha, shu mana bu jarayonni 21 tani ko'pchilik olib ketgan. 21 marta jarayon aylandi, bu to'g'ri. Takrorlanish bloki necha marta takrorlandi desangiz 21 bo'lardi. Lekin bu yerda savolda sal o'zgartirgan. Shu blok necha marta ishladi deyapti-da. Shu uchun ko'pchilik xato qilgan bu savolda. Xo'p, endi bu yog'i ancha osonlashadi. Monitor turlarini aniqlang. Suyuq kristalli, demak, strix kodli yo'q, suyuq kristalli bor. Matrisali bu printer, lazerli printer, elektron nurli 2 va 5. Barcha holatlari berilmagan, shu yerda faqat borlarning ichidan tanlab olishimiz kerak. 2 va 5 degan javob to'g'ri. Kompyuterning unumdorligi, ishlash tezligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni aniqlang. Rang imkoniyatlari, xo'p. Bu savolimizda demak, rang umuman qiziq emas. Kompyuterimiz rangi oq bo'ladimi, qora bo'ladimi, ishlashiga ta'sir qilmaydi. Protsessor tezligi kerak. Xo'p, ekran diagonali ish unumdorligiga ta'sir qilmaydi.
faqatgina ko'rsatib berish uchun xizmat qilishi mumkin, lekin ish unumdorligi deganda bizada bu narsa inobatga olinmaydi. Xo'p, ketdi. Ekran ruxsati, demak piksellar soni bizada qiziq emas, tezkor xotira kerak. Va to'g'ri javob 2 va 5 D variantda. Xo'p, Dilrabo Umarova ustoz. Ruxsat berdim. Savolingiz bo'lsa aytishingiz mumkin, bo'lmasa keyingisiga o'tamiz. Xo'p, 4 ta turli xil kompyuter parametrlari berilgan. Parametrlarni taqqoslang va eng kuchli kompyuterni tanlang. Intel Core i3 3.6 GHz bu protsessorning ishlash tezligi. i7, i5, i7. Xo'p, i5 dan ko'ra i7 yaxshi. Eksi variant o'z-o'zidan chiqib ketdi. Bu yerda B va A variant yoki D variantda B variant chiqib ketishiga sabab 3.2, bunda 3.6. Demak, B variant ham ketdi. Xo'p, DDR3 bo'lsa, bu tezkor xotiraning o'lchami RAM. DDR3, DDR4 ko'rinishda berilgan bo'lishi mumkin va 32 GB, 16, 12, 16. Tezkor xotira bo'yicha, demak, A javob ustunlik qilyapti. Xo'p, RTX 360 8 GB bu video karta. Video kartamiz, demak, bu ham ko'rsatishga, o'yinlarni yaxshi qilishga yordam beradi, ko'rsatib berishga. Demak, 8 GB video karta bor ekan. Bunda 6, 4, 6. Bu video 256 GB SSD. 256 GB, bunda 1 TB 512 SSD. Xo'p, ish unumdorligiga bizada protsessor hamda RAM ko'proq ta'sir qiladi. 256 GB bo'ladimi, 512 bo'ladimi, SSD bo'lgandan keyin hammasi bir xil ishlaydi. HDD dan ko'ra tezroq. Demak, to'g'ri javob bizada A variantda bo'ladi. Eng oxirida berilayotgan 15.6 bu ekranning diagonali. Notebook bo'ladigan bo'lsa 15.6 dyumli ekran bo'lib hisoblanadi. Ekran ham ishlashiga uncha ta'siri yo'q. Demak, to'g'ri javob A variantda. Windows operatsion tizimida faylning nomida ishlatish mumkin bo'lmagan belgilar qaysi javobda berilgan? Xo'p, 12-chi savol bo'lsa, Xo'sh. 2 nuqta mumkin emas, katta kichik so'roq slash tak kuchukcha mumkin. D variant ekan. Bu yerda D variant ekan to'g'ri javob. Ketma-ketligini to'ldiring. Panda, MSAFM qanaqadir nomlar. Bu Yahoo qidiruv tizimi, Access ma'lumotlar bazasi, Avast antivirus, bu Teams, bu Zoomga o'xshagan dasturni muqobil variantda desak bo'ladi. Microsoft firmasi tomonidan mitinglar uyushtirish, shunaqa jonli efirlar qilish uchun ishlatiladi. Bular Panda va bu dasturimizning nomi, demak, antiviruslar. Antivirus dasturlarining nomi, bu yerda Avast degan dastur mantiqiy davomi bo'ladi. Ya'ni antiviruslarni topishligimiz kerak edi, ro'yxatdan. Blok sxema asosida S o'zgaruvchining qiymati qaysi ifoda belgilaydi? X ning qiymati 0 ga teng, X ning qiymati berilibdi, Y ning qiymati 0 ga, S ning qiymati 0 ga teng. Va shart tekshiryapti.
i kichik 5 danmi? I ning qiymati bizada 0 edi. 0 kichik 5 danmi? Demak, bu ha tomonga o'tadi. Va bu yerda s ning qiymati teng bo'lsin s ko'paytirilgan i ga. Ya'ni s ko'paytirilgan s ning qiymati ham i ning qiymati ham 0 edi. Xo'sh, bu yerda o'tamiz. I ning qiymati oshirilsin 1 ga. Demak, i ning qiymati 1 bo'ldi. Pastga tushgan vaqtimizda s ning qiymati teng bo'lsin. S ning oldingi qiymati 0 edi bizda. 0 qo'shilgan x kvadratga. Ya'ni s ning qiymati x kvadratga teng bo'ldi. Qaytib yuqoriga kelamiz. Yuqoriga kelgan vaqtimiz i ning qiymati kichikmi 5 danligini tekshiramiz. Ya'ni 1 kichikmi 5 dan. Yana ha tomonga tushadi. Va ha ga tushdi. Bu yerda s ning qiymati teng bo'lsin s ko'paytirilgan i ga deyapti. S ning qiymati nima edi bizada? X kvadratga teng edi. Mana. X kvadrat ko'paytirilgan 1. Xo'p, i ning qiymati 2 bo'ldi. Pastga tushgan vaqtda s ning oldingi qiymatiga x kvadratni yana qo'sh. S ning oldingi qiymatiga x kvadratni qo'sh. Nimaga buni 2x kvadrat deb yozmadim? Chunki javoblarda xuddi shunaqa uzun ko'rinishda yozilgan. Shu holati bo'yicha yozib ketaveramiz. Natijada yuqoriga ko'tarilgan vaqtimizda 2 kichikmi 5 dan shart tekshiriladi. Va bu yana ha shart javobini beradi. Ha javob berilgan vaqtda s ning qiymati teng. S ning oldingi qiymatini 2 ga ko'paytir. S ning oldingi qiymati bizada x kvadrat qo'shilgan x kvadrat edi. Shu ifodani 2 ga ko'paytir dedi. Va pastga tushgan vaqtimizda i ning qiymati 3 bo'ladi. Yana pastga tushgan vaqtimiz s ning qiymatiga, mana bu yerda hosil bo'lgan qiymatimizga x kvadratni yana qo'shar ekanmiz. X kvadrat qo'shilgan x kvadrat ko'paytiruv 2 qo'shilgan x kvadrat. Xohlasangiz hisoblab borishingiz mumkin. No javoblarda ichidagilarni ham hisoblashingizga to'g'ri keladi o'zi. No javoblarda hisoblamasa ham o'zi a javobligi kelib qolar ekan o'zi. I ning qiymati 3 bo'lgan holati uchun endi bajaramiz. 3 kichikmi 5 dan yuqoriga ko'tarilgan vaqtimiz 3 kichikmi 5 dan shart tekshiriladi. Yana ha tomonga tushadi. Va ha tomonga tushgan vaqtda s ni i ga ko'paytir degan buyruq berilgan. S ni i ga ko'paytirgan vaqtimiz mana s oxirgi qiymati. Shu narsani 3 ga ko'paytirishimiz kerak. S barobar x kvadrat plus x kvadrat ko'paytiruv 2 qo'shilgan x kvadratni 3 ga ko'paytirishim kerak. Pastga tushgan vaqtimiz i ning qiymati 4 bo'ladi. S ning qiymatiga davomidan qo'sh deydi x kvadrat. Sifatni davom ettirgan vaqtimiz A variant hosil bo'ladi. Agar bir hisoblab borsangiz 65 x kvadrat edi adashmasam. 65 x kvadrat degan javob chiqadi. Bu yerda A variant xuddi o'sha narsani ifodalaydi bizda. Ustoz, ishlanishini tashlab berasizmi? Bu PDF nima? Ha. Tashlanadi. JavaScriptda kodning bir qismi berilgan veb sahifada qanday natija hosil bo'ladi? Some bor ekan. Bu funksiya e'lon qilindi. B degan funksiyamiz va uning argumenti A berilgan ekan. Va natija sifatida qaytar debdi A ning 18 ga teng bo'lgan qiymatini. D funksiyamiz S massivimizdan boshlaylik. S massivimiz berilgan qiymatlari bilan. Va D o'zgaruvchimiz berilyapti. S some, ya'ni S massivning
barcha elementlarini funksiyaga etib qo'yib tekshirishimiz kerak. Ularni ichidan bitta bo'lsa ham, kamida bitta bo'lsa ham 18 qiymat topilsa, natija rost chiqadi. Birinchi 10 ni tekshiradi, yolg'on, 8 tekshiradi, yolg'on, yolg'on. Hammasini tekshirib borgan vaqtda yolg'on va 18 topadi rost. Natija shunda rost qaytaradi. So'mi bo'lsa, demak, kamida bitta o'sha aytilgan qiymat topilsa, natijamiz rost bo'ladi. To'g'ri javob A varianti. Tahlil bugunmi debdilar ustoz. Tahlil bo'lyapti-ku. Ustoz, shu funksiyalardan bittasi false chiqadigan holati bor edi-yu. O'sha qaysi edi? Hammasi bir xil bo'lsa, keyin true chiqadi. Hammasi rost qiymat qabul qilganda. To'g'risi JavaScriptni kodlarini aniq o'qimayman, lekin yozuvini o'qisam уже esimga keladi. So'mni vazifasi nima, ustoz? Adashmasam E bilan boshlanarmidi? Nimadir aytdi u. Ha, everymi? Shunaqa, every. Every, ha, esimga keldi. Rahmat. JavaScript ko'p ishlamaymiz, faqat masalada ishlaganim uchun yozuvini ko'rsam esimga keladi. Nimaligi? Tek unaqa yoddan bilmayman hammasini. Xo'p, yana kimdir savol berganday bo'ldi. So'mni vazifasi nima edi, ustoz? So'meni? Mana bu 18 ni massivimizni ichidan bitta, kamida bitta bo'lsa ham bor yoki yo'qligini aniqlab beradi. Xuddiki OR ga ishlaydi, OR ga o'xshab ishlaydi. OR da demak kamida bittasi rost bo'lsa rost bo'lardi-ku, xuddi o'shanday. Demak, so'meni shartli ravishda OR ko'rinishda eslab qolsangiz bo'ladi. Chunki bitta qiymat topsa bo'ldi, natija rost chiqadi. Every'da hammasi bir xil bo'lsagina, hammasi rost qiymat qaytarsagina natijamiz rost bo'ladi. Uni end ko'rinishda eslab qolsangiz bo'ladi. Ustoz, mana A teng 18 da 3 ta tenglik bo'larmidi yo shunaqami? 3 taligi ham bor, 2 taligi ham bor. 3 talik teng bo'lsa, demak A 3 ta teng bo'lsa, bu A o'zgaruvchimizning qiymatini tipi bo'yicha ham tekshiradi. Ya'ni bu aytaylik satrlimi, sonlimi? Shu narsani ham tekshirib keta oladi. Agar 2 ta bo'lsa, aytaylik mana bu yerda A ning qiymati satr ko'rinishda berilgan 18 bo'lsa ham bu rost qiymat qaytaradi. Lekin mana bu yerda 18 bittasi satrli bo'lib turib, ikkinchisi sonli bo'ladigan bo'lsa, bu yolg'on natija qaytaradi. Chunki qiymatlari bir xil bo'lishi mumkin, yozilishi bir xil bo'lishi mumkin, lekin bu satr qo'sh tirnoqchada bu esa sonli. Shuning uchun yolg'on. Bunda rost qiymat chiqadi. Yozilishlarini tekshiradi deb mana eslab qolsangiz bo'ladi. Yana agar qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Qo'ldan kelgancha javob beraman. Agar savollar bo'lmasa, demak tahlillarimizni yakunlasak ham bo'ladi. Rahmat, ustoz. Rahmat katta. Sog' bo'linglar. 22-testni bajarishga tayyormisizlar? Tashlasam bo'ladimi yo ertalab tashlab qo'yaymi? Ertalab. Mayli. Ustoz, har kuni nechta tahlil bo'ladi? Davay. Har kuni nechida tahlil qilamiz? Men bugun qo'shildimda. 7:30da qilyapmiz. 2-3 kundan beri 7:30da bo'lyapti.
Ertaga bo'ladimi ustoz dars? Agar 22-chi test tashlab qo'ysam bo'ladi. Shundan nima qilaveringlar. Attestatsiyaga xuddi shu tartibda ishlaymiz. Testni tashlagan kunim ertasi kuni soat 7:30da testni tugash vaqti degan joyi bo'ladi-yu, mana botda. Mana bu yerda tugash vaqti deb yozib qo'ygan xabarda. O'sha yerda tugash vaqti va botda tugagan vaqtda biz o'zimiz tahlilni boshlaymiz. Javoblaringizni bot orqali yuborishlaringiz mumkin. Botda yuborishda demak bot o'sha berilgan kodni yozib turib, yulduzchani qo'yib, demak yulduzcha va javoblaringizni yozishlaringiz mumkin. Bunday qilib siz allaqachon topshirgansiz. Bu nomiga yuborib qo'yilgandi. Xuddi shunday qilib yozishingiz mumkin. Bitta usuli yoki bo'lmasa bizim maxsus tugmamiz bor. Testni tekshirish degan. Shu yerda ham kirib bemalol tekshirib olishingiz mumkin. Aytaylik, nechinchisi ochiq? 16 ochiqmikan? Javoblaringizni belgilab chiqasiz. Kimga qaysi belli javob berish usuli qulay bo'lsa, o'sha bilan belgilash mumkin. Ana. Taxmin qarang, taxminni. 100dan 100 va Ha, 100% xato javoblarni topdim. Qaysidir ustozim, Muzaffar ustozga qo'yib ko'targan ekanlar. Dostib berdim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ustoz, men oldingi testlar ishlayotgandimda 10, 11 shular javoblarini topolmayapman. Botda o'z vaqt tugagan. Qayerdan olsam bo'ladi? Shu men bir vaqt tahlil qilib, xo'p, qilaman, nima deydi, kanalga bitta hammasini e'lon qilib yozib qo'yaman javoblarni.